Assalamualaikum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Hammamiz vaqt xayrli bo'lsin. Men bugun sizlarga o'z intayin oddiy bo'lgan, biroq hammamizniki yanchqiga, portmaliga foydali bo'lgan bir narsani tanishtirib o'tmoqchi. U bo'lsa yana hammamiz har xil sabablar bilan har taraflarga sayohat qilib turamiz, safar qilib turamiz. Uning uchun aeroplan bilet, yatoq yoki mashina ijara qilishimizga to'g'ri keldi. Shunga men o'zimniki uzun yillar yaxshi ishlatib kelayotgan Skyscanner deb bir turbatni tanishtirib o'tmoqchi. Men bundan burun boshqa turbatlarni ishlatib ko'rgan, biroq hozirgacha bu turbatdan yaxshisi deb uchrab boqmadi. Nurg'un har xil turbatlarni ishlatib boqdim, biroq eng yaxshisi mushu bo'lganligi uchun mushuni davomli ishlatib kelyapman. Agar boshqa qarindoshlarimizdan biladigan bundan yaxshi turbatlar bo'lib qolib qolsa, tavsiya qilsanglar, men ham boshqa qarindoshlarimizdan foydalanib qoladi. Bu turbatniki yaxshi yerini bilsangiz, boshqa mushundaq aeroplan bilet yatoqlarni silishtiradigan turbatlarni shularning orasidagi bizga azini ko'rsatib bir xil turbat. Masalan, Booking, Expedia degandek yatoq ijara beradigan, mashina ijara beradigan turbatlarning ichidami o'xshash yatoqning qaysi turbatda azon ekanligini ko'rsatib bir xil sistema bu. Shuni balkim qarindoshlarimiz bilishi mumkin, ammo bilmaydigan qarindoshlarimiz oz emas deb o'ylayman. Shuni bundan keyin shunday aeroplan bilet yatoq yoki mashina oladigan qarindoshlarimiz uchun bir foydali video qilar deb o'yladim. Qarindoshlar, mana Skyscanner deb yazsak, Google yazsak, mana bir turbat ochildi. Andan keyin boshda men aeroplan bilet ilishni qisqa tushuntirib o'tay, bak tez emas buni qilish. Meyaga berishmi, kelishmi degandek tanlaysiz. Andan keyin meyaga shaharni yazsiz. Nereden nega uchadiganingizni. Chisla, qancha odam meyaga tanlaysiz. Balla olsa meyaga tanlaysiz, cho'nglarni meyaga degandek. Yaxshiri buniki har xil tilda ochildi bu turbat. Türkçesini ko'rganman, xitoychisini ko'rgan degandek. Ingliz cho'qim bor, boshqa tillardan bo'lishi mumkin. Shuni qaysi tilda yashayotgan bo'lsangiz, shu o'zingiz biladigan tilda açsangiz bo'ldi. Andan keyin qayerdan qayerga uchdik, chislarni yozdik. Mana tanladik. Ana izlash deganni bosamiz. Ammo bu yerda yana bir tushuntirib qo'yadigan narsa, bu aeroplan bilet olish uchun cho'qim berib, cho'qim qaytma desangiz, har zaman qimmat bilet olib qolasiz. Shunga amal bo'lsa, bardigan qaytadigan vaqtingizni 3-4 kun oldi keyiniga qilib o'zgarsangiz, andan keyin fleksibel qilsangiz demakchi. Cho'qim kun borman, cho'qim kun qaytaman demak, 3-4 kun oldi keyini qilib izlasangiz biletni, shu vaqtida azon bilet topgan bo'ldi. Masalan, bunda chiqdi. Ba'zan azon deganni men tanlaymiz. Xuddi opst RCD Gollandiya shunday qilib. Siz o'zingizning davlatdagi til bo'yicha izlasangiz bo'ldi. Endi chiqqandan keyin men qarasak, men Ukrainaninki 144 chiqdi, bir odamniki, ikki odamdan 287 monasta yoziliq. Biz ikki odam deb yozgan-ku bu yerda. Biroq buningki nimasi bir yerda to'xtaygan gapkan. Shu Ukrainada Kiyevda saqlagan gap. Mana bossak chiqdi. Bosimiz mana Kiyevda 2 soat 30 minut saqlaymiz, ya'ni 2,5 soat saqlab Kiyevdan andan keyin Istanbulga qarab uchar ekanmiz. Shunga agar saqlashni eg'ir ko'rmaydigan qarindoshlar bo'lsa, ba'zi azon mushuni asli bo'ldi. Agar buni olmayman desa, u chog'da udulmangdan qaraymiz. Qaraman, udulmangdanmi bor ekan, biroq berishda Pegasus bilan borgan gap, qaytadigan chog' Kalin bilan qaytadigan gap. Buningda uduluvchidir, bir yer to'xtamaydi. 145 euro o'xshash bor. Shuning uchun agar men bo'lsam, mushuni tanlaydim. Chunki u yer 2,5 soat Kiyevda saqlab yurgandan udulib chiqqan yaxshi. Agar uni tanlamayman desangiz, qarab boqaylik, udul uchadigan boshqasi bormi? Udul uchadigan bor ekan, Pegasusdan bor ekan. Qaysi avaliman uchadi bu? Bu Sabiha Gökçen uchadi. İstanbul Sabiha Gökçen uchadi. Mesela ettiğin saat 7'den 12'de 31 buldu. 7'de Amsterdam'da uchadi. Qaytadigan vaqtdan 8'den 45, 10'dan 40'da Gollandiya kelib bo'ldi. Uni qilib bo'lgandan keyin masalan tanlaysiz, qaysi azon chiqsa. Agar bu yerda azon chiqmay qolib qolsa, yana bir eng muhim tushuntirib qo'yadigan yer mana meya. Meya qarasangiz qarang. Butun oydagi baholarni ko'rsat degan bir narsa chiqadi. Buni bossiz, bosgandan keyin sizga shu bir oylik bahoni hammani meyada sxemada ko'rsatib beradi. Bunda qarablar qaysi kun azon shuni tanlasangiz bo'ladi. Bu yerda men deb o'tganda cho'qim kun borman, kun qaytma deganni bekitib olmasangiz, mushadan mana qaysi kun azon shuni bossangiz bo'ladi. Ustida grafik deganni bossangiz, grafik shaklini ko'rindi bunda.
Mesela mында qarab şu qaysi qisqa bolsa, şu günü tanlagan boldu. Mesela hazır qarsak, eng azı 27-chisi ekan. 2-nji aydan 27-si eng azdan chiqadi ekan. 34 euro chiqdi. Faqat Istanbulga berish 34 euro chiqadi hozir. Andan keyin martninki masalan deyli. 27. Onu qancha kun tursiz, uni o'zingiz tanlasangiz bo'ldi. 8 qaytma desam hozir berib kelish 125 euro chiqdi. Basayli mani. Basqandan keyin hatta 108 ga tushdi mana bazı. 2 odamdan 216. Yani Amsterdamdan Sabiha Gökçen aeroportiga berib kelish bilet 108 euro chiqdi degan gap. Bayatın men degandek muqim vaqtini bekitib olsangiz, manda azan biletni topolmaysiz. Shuning uchun cho'qim bir yerga berish uchun agar bek muhim ishingiz bo'lmasa, cho'qim ma kun borman, ma kun qaytaman demaydigan yeringiz bo'lib qolsa, cho'qim oldi keyiniga 1-2 kun, 2-3 kun oldi keyiniga o'zgartirib bilet izlasangiz azan chiqadi. Uni izlash yo'lini yana bir ko'rsatib o'tay. Bu yerda Ton Heyman deb chiqadi bu yerda. Butun oydagi baholarni ko'rsatadi. Shuni bosgandan keyin chiqadi. Andan keyin men grafik degan bir narsa chiqadi. Mana grafikni bossiz. Bosgandan keyin mana grafik shaklida chiqadi. Andan keyin bu yerda tanlaysiz. Masalan, fevralda bormay, masalan, martga bormaysiz, men yerda o'zgartirsiz. Mart masalan qaysi kun eng azon menimcha mush kun azon 10-chi kun. Martning 10-chi kuni eng azon chiqadi. 38 euro aslida ko'ra olasiz. Bu yerda qaytishni masalan 10-chilar bordik. 16-chilar qaytaylik. 6 kun turib 113 euro chiqdi mana. Hamda mana ash deganni bosamiz, ochgandan keyin menga chiqadi. Mana yana 106 euroga Pegasus berib kelish. Mana soatim normal, deganda bek aldirab chiqishning hojati yo'q. Uxlab qolib chayni ichib, xotirjam chiqsa bo'ladi soat 11:30. Abayatdagidek soat 7 chiqadigan ayir bo'lanlarga cho'qim adam degan soat 3da qo'pish kerakda, 3da 4 qo'pib bo'lmasa bilgamaydi. O'sha uyqungizni yaxshi uxlayolmaysiz. Shuning uchun aeroplan bilet ilish uchun shunda aldirmay izlash kerak. Oldi keyiniga o'tkazib turib vaqtini. Andan keyin bosimiz. Bosgandan keyin asl bir to'rbatlar chiqadi. Bu to'rbatlarning ichida mana har xil to'rbatlar har xil baholarni beribdi. Eng azin Pegasusning o'zining to'rbati ekan. 106 euro deb chiqdi bir odamdan. 2 odamdan 212 euro. Shuni bu bosgandan keyin ma to'rbat sizni Pegasusning to'rbatiga yo'llantirib qo'ydi. Qolgan ishlamlaringizni ashada qilsiz. Pul to'laydigan, ism yozadigan, sizin familiyangizni yozadigan, adres yozadigan yoki kredit kartangizni to'laydigan ishlarni. Andan keyin kredit kartangiz bo'lmasa, Ideal orqali to'lagan bo'ldi. Boshqa davlatlarda Ideal bormi bilmayman-da. U Ideal kredit kartadan emas, o'zingizning normal bank hisobidan pul kesadigan bir xil sistema bu. Boshqa davlat bor yo'qligini bilib ketmaydi ekanman. Mana Amsterdamda uchidigan 2 soat bor ekan. Birisi 11:30, yana birisi 13:25. Biz 11:30 ni tanladik. 11:30 tanlagandan keyin men yerda mana narsa chiqdi. Çünkü Pegasus'un hammamiz bilamiz, onun ichida bagaj yoqqingiz bilan yeydigan tomoq avtomat ichida bo'lmaydi. Uni cho'qim ayrim to'laysiz. Agar u narsalarga ehtiyojingiz bo'lmasa, olmasangiz bo'ladi. Mana basic deganni bossangiz, o'sha buning ichida mana faqat 8 kilo qo'l chamdaningiz bor. Ekstra anda bagaj yoqqingiz yo'q. O ekstra bagaj yoqqin ilish uchun mana Essentials deganni bossangiz, hem 8 kilo yuk yoqqingiz, hem 20 kilo bagaj yoqqingiz bo'ldi. Ya'ni qo'l sumkangizni ustiga 8 kilo olib chiqa olasiz. Aslında bagaj qilib 20 kilo berasiz. Bundan yaxshirog'ini olaman desangiz, qarang. Mana bahsi 61 ta, mana 78, mana 91 mesela. Mana shu tomoq bor, bir tal sandviç berdi. Anandek o'tiradigan o'rningizni tanlay olasiz. Ana 20 kilo bagaj haqqingiz bo'ldi, ana 8 kilo qo'lchamdan haqqingiz bo'ldi degandek. Undan da yaxshirog'ini olaman desangiz, masalan, biltingizni o'chirib yubormayman keyin. Endi herhalde buni olib qo'ymayman, masalan, bir o'zgarish bo'lib qolsa, safarga chiqmaydigan bo'lib qolsa, biletni cancel qilsangiz, o'chirsangiz, pulingizni qaytarib beradigan shaklda olaman desangiz, ma'ni qilsangiz bo'ldi. Bo'lmasa, men doim eng azini olaman. Agar bagajga ehtiyojim bo'lmasa, agar bagajga ehtiyojim bo'lib qolsa, ma'ni olaman. Chunki tomoqni ichida olsangiz bo'ldi, ayirib pulini to'lab tomoq olsin bo'ldi ichida. Shuni buni tanlab bo'lgandan keyin Istanbuldan Amsterdam qaytadigan vaqt qaysisini tanlaysa deydi. Birisi 8:40, biri 10:32. Men 10:30 ni tanlayman. 10:30 61. Mana tanladik misol, men mana tanladim deyli. Tanlab bo'ldik ikkinchisini. Endi qaytadigandan keyin Istanbuldan Amsterdamga
qaysi saatini tanlaysan dedi. O jaqda yana 10'da 30'unu tanlaymiz. Bo'lmasa yana degan saat qo'pash to'g'ri keldi ma 8:40'ını tanlasak. Ondan 10'da 30'unu tanladık. Buningdimi sizdan so'raydi, bagajak alamsa, tamoq alamsa degandek. Buningga men mana shu 61'likni tanlay. Agar 20 kilo chamdan haqqingiz olmayman desangiz, o'sha 44'ni tanlasangiz bo'ladi. Bayatimi men 20 kilo chamdan barni tanlagandim. Men masalan yaqinda boraman, biroq meningki chamdanga ehtiyojim yo'q. Undagandan keyin ehtiyojim bo'lmagandan keyin men o'zimningki tanlashni men bo'yicha tanlab boqay. Ben 11:30 degan tanlagandik. Andan keyin mani tanladik. Qaytadigandan keyin eng azini tanlay. Faqat 8 kilo chamdan haqqim bor. Mening shu faqat qo'l so'mka bilan bormam, o'sha chamdan olmayman. Undan keyin shuni tanladim. Tanlagandan keyin toplam baz men ustida chiqdi hozir 2 odamniki. Total 2 odamniki 211 euro chiqdi hozir. Çünkü 2 odam deb yozgan bor. Andan keyin mani bosgandan keyin nimani so'raydi. Men masalan nimani so'ramsa dedim. Yani chamdan qo'shamsa, yoki tamoqni qo'shamsa deb shunday so'radi. Biz yo'q deymiz. Yo'q deb mani bosgandan keyin yana bir to'rbat ochildi. Bu yerdan keyin men ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan vaqtingiz, ayol, telefon nomeri, TC kimligingiz bo'lmasa, agar boshqa davlat bo'lsa, boshqa deganni bossiz. Mushlarni tanlaysiz. Andan keyin mau continue deganni bossangiz, yana bir to'rbat ochildi. O to'rbatda ana degan kredit kart orqali to'lamsa yoki ID orqali to'lamsa deb bir savol chiqdi. Shundan qarta sizning qaysi xil tanlash nimangiz bo'lsa, to'lashga muvofiq bo'lsa sizning bankingiz. Agar kredit kartangiz kredit orqali to'lasangiz bo'ldi, yoki ID bo'lsa ID orqali to'lasangiz bo'ldi. Ashuna qilsangiz bo'ldi. Bu aeroplan bilet elish usuli. Ama unutib qolmang, cho'qim berish kelishga biroz vaqtni oldi-keyni qilg'idek bo'lib osonlik bo'ldi aeroplan bilet. Cho'qim makuni boraman desanglar qimmat bilet olib qolsa. Andan keyin hali bu. Mana o'chirdik. Keyin qaytaylik. Bu yerdan ana ustiga qarasangiz mana Skyscanner degan xatni ostida qarasangiz bu yerda aeroplan biletini qildik, u mau. Ondan qalsa yataq. Yataqni mana shunda izlaysiz. Ham yataqni men qanday izlaymansiz? Masalan, Istanbul. Bundan ko'rsib qo'yilgan yerim. 2-ayın 11, 2-12 tamam bu bunda tamam bana 24 qilay, bu yerdan aeroplan biletiga o'xshash 3-aydan 3 qilay qaytadigan chiqishni. 2-ayın 24'da 3-ayın 3gacha 2 odamga bir uy deb, bir kamer deb oldik, izladik. İzlesak bu mana bir baholar chiqib qarang. Bular normalda eng yaxshilarini, xalqlar eng yaxshi deganlarini chiqarib berdi. Buning bahosi albatta eng qimmat chiqadi. Shuning uchun men bu yerda qanday qilman desangiz, tanlaydigan yeri bor bu yerda. Bu tanlaydigan yeri Mir filter degani bosamiz buni. Bu yerda tanlaysiz, masalan, sizga nima kerak? Wi-Fi, standart Wi-Fi orqali yataqda bo'ldi, masalan, mana suv uzishga, o'lishga, parking bo'lish kerak degandek narsalar bor. Bularni qaysi lozim bo'lsa, bu yerdan tanlaysiz. Men buni bekmi tanlab ketmayman. Mening eng muhim deb qaraydigan narsam o'rni. O'rni yaxshi bo'lsa bo'ldi, yataq pokiz bo'lsa bo'ldi. Ona yulduzlarga ancha bir qarab ketmayman men. Shuning uchun mening turadigan yerim masalan Aqsaray deydi, Istanbulga borib qolsam, Aqsaray taraf turmay, Chapa shu atrofda desam, o'sha atrofga yataqlarni qanday izlaysiz? Mana qarasangiz bilmaysiz uni yataqning o'rnini. Undagandan keyin har zaman bahosini belgilab qo'yib, masalan 100 euro deb chiqdi-da. Ana masalan 8 kunlik yataqninki puli qanchalik bo'lsa bo'ldi, ya'ni qanchalik oraliqda bo'lsa bo'ldi degan savol bor bu yerda. 8 kun uchun masalan 100 euro bilan 200 euro deb yozib qo'yaylik. 200 euro deb yozaylik. 20 koydum bozum kunlik 160 koy. Tamam, 100 koydum 200 koy deb yozdik deylik. Andan keyin mana besibitimiz boshqaniga hozir shu 100 euro bilan 200 euroning adresiga yataqlarni ko'rsatib berdi sizga. Endi bu yataqlarning o'rnini men yerdan ko'rolmaganligimiz uchun men shunga buni ma xarita deganni bosaman. Xaritani bossam mana bu yataqlarning o'rnini men yerdan aniq ko'ra olamiz. Men yerda Zaytunburni ko'rib turdi mana. Zaytunburni ma atroflar mana nima Lalili bilan Aqsaray mana bu yerda. Ma atroflar Sultonahmet taraflar. Sirkichi,
Eminönü matraplarına. Ondan keyin men hozir Aqsaraydan qarsam yataq chiqmadi. Ondan keyin uning bahasini biraz o'stiramiz. Nima chiqmaganlik uchun. Price deganni sal o'stiramiz, 250 qilib boqamiz. Chunki mening izlagan vaqtim ta'til vaqti, bolalarning ta'til vaqti bo'lganligi uchun bu bahoga chiqmadi. Bo'lmasa normalda nurg'un yataq chiqadi u bahoga. Masalan 100 eurodan 250 200 eurogacha bo'lgan bahoga nurg'un yataqlar chiqish kerak. Biroq 2-27-sida Yevropada, bularni Gollandiyada o'quvchilarga ta'til bo'lganligi uchun unda ta'til vaqtida yataqlarning bahosini o'stirib oldi. Bunda yozdik. Yana xaridini bosamiz. Bosgandan keyin bular ichildi mana. Hozir Aqsaray Lali tarafdan yataq chiqmadi. Chiqmagandan keyin mana meyalardan tanlasangiz bo'ldi. Buna qarab turib, masalan, o'rniga qarab turib, masalan, buni ichida bahosini olib 118 euro chiqibdi. 118 euro qarab qo'yaylik. Bu qarash uchun ma'ni bosamiz. Bosgandan keyin mana ichildi. Bu yerda yataqni ichini ko'ra olamiz. Hotel Altun degan hotel ekan bu. 2 yulduz. Kichik yataq ekan bu. Bu bo'lmaydi desak. Bunu chiqitimiz. Chiqitib, buni o'chirib, boshqaga qarab boqaylik. Masalan, 200 eurolikcha. Mana bularni turdi. 240 euroluk. Mana bu ekan. Aslida yulduz ko'rinib turdi. Mana bas, mana ichildi. Mana shu shaklda izlaysiz bu yerni. Izlab andan keyin buni o'xshash shaklda bo'yatdim deganimdek kredit karta orqali olasiz. Aeroplan biletiga ID olsangiz bo'ldi yoki kredit karta orqali olsangiz bo'ldi. Biroq yataqlarning jiqiga kredit kartangiz bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki siz yataqni olib qo'yib bormay qolib qolsangiz, sizdan avvalgi kelmaganligingizga jazosini tutadi emasmi? Shu tutilish uchun kredit kart bo'lishi kerak bunga. Ammo ba'zi yataqlar cho'qim kredit kartangizni so'raydi, ammo pulni ashaga bo'lgancha naqd bersangiz bo'ldi. Biroq cho'qim yataq olish uchun kredit kart lozim. Bunga kredit kart lozim bo'ldi. Hamda yana bir ko'rsatib qo'yadigan narsa Sky Scanner meyadan Sky Scanner chiqdaydi. Chiqitdik. Hamda keyin qaytib mega kirib mashina ijara edish. Birinchisi aeroplan, ikkinchisi hotel, uchinchisi mashina ijara edish. Mashina ijara edishni masalan men bu yerdan Sabiha Gökçen aeroplan bileti aldım deydi. Sabiha Gökçen deb yozdik İstanbul. Mega chisla, masalan 24-chisla men borman. 3-oyning 3-i qaytimi. 3-oyning 3-i mana yozdik-da. Mesela saatini yazsız, qanchada bordigingizni, qanchada mashina taslim qaytib berdigingizni degan narsalarni yazsiz mega. Endi yashingiz meyada 25 yoshdan 75 orasidami degan bor. Agar siz mashina Istanbul Sabiha Gökçen'da elib, masalan, yangi avalimanga olib bermay desangiz, taslim qildigan yerim, qaytib berdigan yerim boshqa yer desangiz, meyadan besib uni tanlasangiz bo'ldi. Tamam, izlash deganni bosdik. Izlash bosgandan keyin manda bağlarını silishtirib turdi bizga. Bu normalda eng arzon bahoni eng boshqa chiqarib turdi. Qarang hozir 2-oyning 24-dan 3-oyning 3-gacha 8 kun bo'lamda. 8 kunlik mashina ijarasi hozir eng arzoni 60 euro chiqadi. Bo'lib bakın 8 kunga 60 euro. Yani bunun ichida sug'urtasi bor 60 euro. Faqat benzinni quyib deysiz. Ham bu yerda bu chiqargani nima? Qo'lxod. Agar siz men avtomat olaman desangiz, men tanlaysiz. Tanlaydigan narsalar bor meyada. Masalan, transmissiya degan mana tanlaysiz. Avtomat degandan, masalan, avtomat degan biz boqaylik, eng arzon qancha chiqadi. Masalan, avtomat xodliklarniki eng arzon 90 euro chiqdi. Men 60 eurolik degan tanladim deydi 8 kunlikka. Masalan, 60 euro tanlasam, qaysi turbetda olsam deydi. Masalan, birinchisi Edrem deganda 60 euro chiqibdi. Bookingda 76 chiqibdi. O'xshash mashinaning bahosi hozir bir qancha turbetda bir necha xil chiqib atgan gap.
Şu an biz en azın olan E-dirimini basımız. E-dirimini basqandan keyin bizni hozir Skyscanner E-dirimimizninki o'zininki tor betiga yo'llantirib qo'ydi hozir. Qolgan ishlarni o'sha yerda qilamiz. Yani bu E-dirim deganmi qiziq yeri bir bizga nima tepirdigan bir xil tor bet bo'lmoq. Aeroplan bilet, yotoq, mashina ijara beradigan yani selishtirib turgan bir xil tor bet. Yani Skyscanner mush tor betlarning ichidami yani azini bizga tepirayotgan gapda. Mana hozir 59 euro deb chiqdi bu yerda. Mana meyadan tanlagan bo'ldik. Mana avtomat degan meyadan bosar ekanmiz. Andiki dizelmi, elektrmi, benzinmi meyadan tanlaydi ekanmiz. Tanlayganmiz, meyani qilsak bo'ldi ekan. Hozir bizniki mana 60 euro, 8 kunga 60 euro mashina mana Fiat Panda. Bo'ldi, mana 4 chog'i va roli va yetadimi shu. Men bo'lsam shuni olaman. Masalan, oldin qaytdim men Hyundai i100 ni oldim deyman, mashina olgandim. Biroq bu yer kichik mashina meyadan olganingizlar siz u yerga borgan vaqtida u mashinalar bularni qo'lda bo'lmaydi ekan. Buning o'rniga cho'qim bizga cho'ng mashinalarni beradi ekan ular. Men bir necha qatam shunday qildim. Meyadan arzon mashina olmayman, eng kichkini, biroq bo'lsam ular bu mashina bizning qo'limizda yo'q. Buning o'rniga biz undan biroz cho'ngini yoki yaxshisini beramiz deb shunday berdi. Shu men bu yerda eng arzon chiqini olaman. Men uchun mashina bersam yetadi men bularni. Mashina bek tanlab ketmayman. Men ishimga yarasilam bo'ldi. Selektor degani bosamiz. Basqanliga hozir E-dirim bizni mana Gold Carga yo'llanadi. Hozir Gold Carda bu mashinaning bahosi 59 euro ekan. Hozir bir kunligi 7 so'm 39 tiyindan to'g'ri kelayotgan gap mashinaning bahosi. O'ylab qo'ygan ichida sug'urtasi bor buning. Bu yer muhim tushuntirib qo'ygan nima desangiz yana bir ishi. Bu mashinaning ichida cho'qim sug'urtasi bor, avtomat bo'ladi. Ammo bir voqea bo'lib qolsa, sizdan oldin tutib olgan aeroport bo'lganda siz mashinani olgan vaqtda sizning bankingizdan tutib olgan bir 250 eurodekmi bir pulni nima qilib tutib oldi bular. Nima deymiz uni? Zakalat demdik. Shunday tutib oldi sizdan, oldin tutib turdi. Agar bir ish bo'lmasa, voqea bo'lmasa, mashina qaytargan vaqtingizda uni bankingiz qaytarib urib yutadi. Agar bir ish bo'lib qolsa, shu pulingiz ko'ygan bo'ladi. Şu an meyada hazır bulan 59 euro çıktı deyler 8 günlük. Günlük 7 so'm 39 tiyin çıktı. Biroq meyada bulan so'radi, ekstra yana sug'urta olamsan deb so'radi. Men buni har zaman yo'q deyman. Yo'q deymiz. Yo'q deganiga meyada ismini yozadi. Shu vaqtda bahs o'zgarmaydi. Agar bayatdan sug'urtani olma degan bo'lsak, chamasi olma degan biz baqaya. Olma degani bo'lsa qara 111 euro chiqdi. Yani baştaki üzerine bahsi 59 euro hazır 52 euro yani neredeyse özü bilen maşina icarəsindən tam olğan bir pulunu sug'urta pulu deb tutulub var. Bu sug'urta pulunu nima desangiz, masalan bir vaqa bo'lib qolsa, sizdan oldin ola bergan zakalat pulingizni kesib olmaydi bir vaqa bo'lib qolsa. O pulingizni qaytarib berdi, sizni o'sha pul olmaydi. Uni qilaman desanglar ham bo'ladi, ammo men har zaman qilmayman. Men qilmasligim sabab agar bir ish bo'lib qolsa, meni shu yajig'im ko'ygan bo'ldi ekan, zakalat puli. Deb şunu men uni qilmayman. Agar qilgan qarindoshlarsa uni asib bo'ldi, bo'lmasa bu yer degandek Sonderversicherung yani insurance yo'q degan bosamiz. Bosgandan keyin shu 59 euro chiqadi. Men ism familiyangiz, uni buni to'sh qilsangiz, men kredit kart. Buning ham ras kredit kart bilan pravo lozim. Kredit kartingizdan pravongizni borgan chog'da ko'radi ular. Agar u bo'lmasa, mashina bermaydi. Zaten kredit kartangiz bo'lmasa, mayadimi mashinani ijara nima, zakaz qilgan bo'lmaydi, nima? Ijara olgan bo'lmaydi. Shuning uchun buningga kredit kart lozim. Kredit kartangizni yozsangiz, andan keyin booking bu festivni bossangiz, olgan bo'lsiz. Men bu to'rbatni ishlatayotganim 5-6 yil bo'lib qoldi. Buningdan arzon to'rbatlarni ko'rib boqmadim. Agar bayat deganimdek boshqa qarindoshlarimiz biladigan buningdan yaxshi to'rbatlar bo'lib qolsa, shu ostiga yozib qo'ysanglar, men foydalanib qolaman, boshqa qarindoshlarimiz foydalanib qolar. To'rbatning ismi bayat deganimdek Skyscanner menga chiqib turdi. Buningki telefoningizga tushirib olsangiz app mi bor? Skyscannerning app bor yoki kompyuterda ishlatsangiz bo'ldi. Telefonda app tushirib olsangiz bo'ldi. Mushunchalik tushuntirib o'tay. Herhalde hammasini to'liq tushuntirdim deb o'yladim. Agar bilet olmoqchi bo'lgan qarindoshlarimiz bo'lsa, yoz kelyapti oldimizda. Bir foydali bo'lib qolar deb o'yladim. Bo'ptimsa, hammalarga Allohga omonat bo'linglar. Xayr, xo'sh.